Shef, nima bo'ldi sizga? Nimadandir xavotirda ko'rinasiz? Ko'rmasam hozirgina kartani kattagina pul bor edi. Telefonimga SMS kelganda kartani kirib qarasam ham pulni ish olgan ekan. Endi nima qilishni bilmay o'tiribman. Aynan shu masala bo'yicha men sizga ma'lumot to'plab kelganman-da. Hozir batafsil tushuntirib beraman. Xo'sh, qani tushuntirchi, qani masala ekan? Qarang shef. Siz aytayotgan hozirgi vaziyat kiberjinoyatchilik deb nomlanadi. Kiberjinoyatchilik xalq tilida aytganda insonlarni ko'zbo'yamachilik bilan yoki ularga tajovuz qilish orqali ularning mol-mulkini o'zlashtirish yoki ularga xavf tug'dirish hisoblanadi. Bu faoliyat asosan virtual olamda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Qanday qilib desangiz, hozir tushuntiraman. Shef, bugungi kunda kiberjinoyatchilik shu darajada rivojlanib ketyaptiki, ular turli xil sxemalar orqali fuqarolarning mol-mulkini o'zlashtirib olishmoqda. Ular tuzayotgan bu sxemalar ortida esa kiberjinoyatchilarning shaxsini topish afsuski imkonsiz narsa bo'lib qolmoqda. To'xta, sen nima deyapsan? Qanaqa sxema haqida gapiryapsan? Huquqni muhofaza qiluvchi organlar nima qilyapti? Buni yo'li oson-ku axir. Ha, shef, to'g'ri aytasiz. Lekin qaniydi shunday bo'lsa? Siz aytayotgan gaplarni o'sha kiberjinoyatchilar ham tushunadi. Ana shu sababdan ular O'zbekiston Respublikasi hududida turib emas, boshqa davlat hududidan turib bu ishlarni amalga oshiradi. Mana shuni orqasidan esa ularning shaxsini topish imkonsiz deyapman. Shuning uchun ham ularning sxemasi shu darajada puxta tuzilgan, shef. Misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda fuqarolarimizning telefon raqamlariga yoki ijtimoiy tarmoqlariga mana bunga o'xshagan fayllar kelmoqda. Bizning soddagina xalqimiz esa ushbu faylga ishonib, uni ichiga kirib ko'radi va bu natijasida kiberjinoyatchilar fuqarolarning telefon raqamlariga yoki ijtimoiy tarmoqlariga bemalol ulanib olishmoqda va ularning nomidan xohlagancha harakatlarni amalga oshirishmoqda. Yoki bo'lmasa, ularning moliyaviy mablag'larini o'zlashtirishmoqda. Mana bu katta xavf tug'dirmoqda, xo'jayin. Qani, ko'raylikchi. Shuncha ma'lumotni to'plabsan, qani bunga yechimni ham aytchi. Albatta, shef. Men bu masalaning yechimi sifatida xalqimizga murojaat qilgan bo'lardim. Agar fuqarolarning shaxsiy telefon raqamlariga yoki ijtimoiy tarmoqlariga turli xil xabarlar, SMSlar, rasmlar yoki fayllar, qisqa qilib aytganda, mana bunga o'xshagan xabarlar kelsa, ularga ishonmasliklarini va iloji boricha bunday xabarlardan uzoqroq turishlarini iltimos qilgan bo'lar edim. Xullas shunaqa gaplar, xo'jayin. Barakalla, sen ham yaxshi ishlaydi. Bu ishdan bu bo'yicha yana ko'proq ma'lumotlar izlab kel. Mayli.